Hammaga assalomu alaykum. Ahvollar yaxshimi? Mazkur videoda men sizlarga RoboForexdan hisob ochish, hisob turlari va shu hisobimizga pul kiritish va uni chiqarib olish, ya'ni yechib olishni amalda ko'rsatib bermoqchiman. Lekin e'tibor bering, bu ro'yxatdan o'tish emas, men hisoblaganda savdo qiladigan hisob turlarini nazarda tutdim. Agar siz hali beri registratsiya qilmagan bo'lsangiz, yuqorida video kelib chiqadi va shu videoni ko'rib, bemalol ro'yxatdan o'tib, verifikatsiya qilib, savdoni boshlashingiz mumkin. Xo'p, bo'lmasa videoga start beramiz. Birinchi o'rinda men akkauntimga kirib olishim kerak. Aynan undan keyin hisob ochishimiz uchun RoboForex interfeysida yuqoriga qarab account degan joydan real accountga o'tamiz. Real ya'ni realniy hisob, trading platform, ya'ni bu MetaTrader 4 yoki 5 terminalimiz o'zingizga afzalini tanlang. 5 bo'lsa 5, 4 bo'lsa 4. Ikkinchisi account type, ya'ni hisob turi. Buni endi biz shu yerdan tanlaymiz. O'ng tarafdagi eslatmaga qaraydigan bo'lsak, eng ko'p tanlanadigan, eng mashhuri bu Pro hisob ekan, ya'ni bu standartniy shot. Undan keyin you are an experienced trader. Agar siz tajribali trader bo'lsangiz, Econo va Prime hisoblarni tanlashingiz mumkin. Va eng oxirida, agar siz yangi strategiyani sinovdan o'tkazayotgan bo'lsangiz yoki siz yangi boshlagan va o'rganayotgan bo'lsangiz, prosent hisob turini sizga to'g'ri kelar ekan. Chunki bunda siz $10 $100, $100 $1000 qilib olishingiz va bemalol savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Men Econo qilaman. Econo bu ko'proq scalpingchilarga mos keladi, chunki bunda spreadlari juda ham kichkina. Keyin valyuta, currencyda USD qilaman. Undan keyin leverage, kredit xizmatini men 1/500 qilaman va eslatma, agar siz Econo hisob turi tanlayotgan bo'lsangiz, siz 1/500 dan ortiq kattaroq kreditning xizmatini ola olmaysiz, chunki bunda maksimum sizga 1/500 beradi. Shundan so'ng parol qo'yamiz hisobimizga, keyin parolni yana bir marta qayta kiritamiz tasdiqlash uchun. Va do'stlar, so'ngida affiliate kod, buning to'g'risiga R kodini kiritib ketishingiz kerak bo'ladi. Xo'p do'stlar, ochishasiga yashirmasdan aytaman, buni qo'ysangiz nima bo'ladi? Sizga zarari ham va aslo foydasi ham yo'q. Lekin siz shu kodni kiritib ketganingiz uchun broker menga choy-chaqa to'laydi. Buni qaysidir ma'noda sizning menga bo'lgan kichkinagina bir minnatdorchiligingiz desak ham bo'ladi. Xo'p do'stlar, hamma ma'lumotni kiritib bo'lganimizdan keyin pastdagi confirm tugmasiga bosamiz. Confirm tugmasiga bosganimizdan keyin account created successfully, ya'ni bizning akkauntimiz muvaffaqiyatli ochildi va uning pastida bizning akkauntimizning ma'lumotlari turadi. Akkauntimizning raqami va undan keyin paroli, undan keyin balobatlar ma'lumotlari. Endi keyingi qadam biz shu akkauntimizga pul kiritishimiz, ya'ni deposit qilishimiz kerak. Pul tushiramiz. Va do'stlar, e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerdan biz deposit funds ga bosib pul tushirishimiz mumkin, lekin alternativni eng muqobili pul tushirishni yuqorida funds va deposit funds ga o'tamiz. Shundan keyin qaysi to'lov sistemasi orqali biz pul tushirishimizni aniqlashimiz kerak bo'ladi bu yerda. Do'stlar, men Visa karta orqali, doim Visa karta orqali ishlayman. Chunki Visa karta orqali ishlaganingizda komissiyasi ham kamroq bo'ladi va problemasi ham kamroq bo'ladi. Agar siz 3D Secure xizmatini yoqib qo'ygan bo'lsangiz, sizdan mana bunday menikiga o'xshab parol so'raydi. Telefoningizga kelgan parolni kiritishingiz kerak bo'ladi. Agar siz yoqmagan bo'lsangiz, sizga bunday narsa chiqmaydi. Va do'stlar, ko'rishimiz mumkin the operation in processing, ya'ni bizning operatsiyamiz, ya'ni bizning depozitimiz jarayonda. Va yangilab yuboramiz. Mana balansda $20 pul paydo bo'lib qoldi. Ya'ni biz depozit qildik. Endi biz bu pul bilan xohlasak savdo qilishimiz mumkin va xohlasak yechib olishimiz mumkin. Endi eng oxirgi men ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsa pulni chiqarib olish, pulni yechib olish. Navbat pul yechib olishga. Buning uchun biz yuqoridagi fundsdan withdraw funds, ya'ni menda inglizcha bo'lganligi uchun withdraw chiqadi. Agar ruscha bo'ladigan bo'lsa, вывод средств turishi kerak. Withdraw funds, undan keyin Visa, Mastercard. Keyin bizga mana shunday oyna ochiladi. Pastlaymiz. Pul yechib olishimiz uchun o'zimizning hisobimizni, aynan shu hisobimizning parolini mana bu yerga kiritamiz. Account password degan joyga kiritamiz. Parolni kiritib bo'lganimizdan so'ng, keyin withdraw all funds, ya'ni hamma pulni yechib olish. Pastroda commission not calculated, ya'ni komissiyamiz hali bir hisoblanmagan. $1.82 mendan komissiya olib qolyapti. Mayli, video uchun arziydi. Withdraw funds ga bosamiz keyin. Va keyin sahifada bizga RoboForex parol yuboradi telefon raqamimizga. Telefonimizga kelgan parolni kiritamiz, keyin confirm ga bosamiz. Ana, parol keldi. Confirm. Do'stlar, bizning sahifamiz RoboForex ga ketdi. Request information, status, processing hali beri yechgani yo'q. Odatda bu 10 sekundga qolmasdan pulni yechib beradi. Do'stlar, aytganimdek, 8 sekund
runtime status executed, ya'ni ijro etilgan, bajarilgan degan ma'no beradi. Ya'ni mening pulimni 8 sekundda yechib beradi. Endi men minimum 48 soat kutishim kerak. Shunga do'stlar urg'u berib aytmoqchimanki, vahimaga berilib, qo'rqib, pulim yetib kelmadi, broker pulimni yechib bermadi deyish, hatto shoshmang. Eng minimum 48 soat kutishingiz kerak bo'ladi. Qoidasi shunaqa. Do'stlar, agar video foydali bo'lgan bo'lsa, agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Men sizlar uchun harakat qilyapman. Xo'p do'stlar, sizlardan обратный связь kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, hammaga xayr. Sog' bo'linglar.